Rasululloh alayhissalom rahmatulloh bu hadisni Hakim va Muslim rivoyat qilganlar al-kalimatu toyyibatu sadaqatu dedilar. Shirin so'z sadaqa kabidir dedilar. Sadaqadir dedilar. Yaxshi gapni misol uchun gapirsangiz, shirin so'zlik gapirib muomalali bo'ladigan bo'lsangiz, sadaqani savobini Payg'ambarimiz alayhissalom bilan ajr savobni ishlashning yo'li ko'p ekanligini mana bu hadisdan ham biz bilib olamiz. Ba'zilarimiz hali inson qilishlikka qodir bo'lmasligimiz mumkin. Hadislarda keladi, birovga men iloji boricha yaxshilik qilishlik harakat qiling. Molingiz bilan, imkon bo'lsa mol bilan. Bo'lmasa shirin so'zingiz bilan. Agarchi yaxshilik qilishlikka, shirin so'z topishlikka imkoningiz bo'lmasa, yomonlikdan tiying, yomonlikdan ozordan o'zingizni tiying, bu ham sadaqa. Hadis shariflarda islomni turli holatlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan islom nima, din nima deb sahoba ikromlar so'rashganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom odamlarning holatlariga qarab